Radiyallohu ta'ala anhu ibodatda ham, taqvoda ham nihoyatda boshqalarga ibrat bo'laydirgan holatda edilar. Haj mavsumi kelsa, hajda bir rakatda o'zida Qur'onni xatm qilar ekanlar. Bir rakatda o'zida. Tasavvur qiling. Haj mavsumida. Undan boshqa vaqtlarda esa juma kuni namozda boshlar ekanlar, payshanba kuni tugatar ekanlar. Bir haftada bir xatm degan namozda, nafil ibodatlarda. Muhtaram azizlar, hozir bizdan hajga borganlar nima qilyapti? Umraga borgan birodarlarimizni qarang ahvollarini. Faqatgina selfiga tushdan boshqa narsaga yaramayapti. Ibodatlar qolib ketyapti. Yotoqxonada, mehmonxonada dam olyapti faqat. Endi hammasi emas. Aksar holat mana shunday bo'lyapti. Qayerga boryapsan? O'zi 10 kunga boryapsan. U g'animat bil. U joylarda sahobalar yurgan, Rasululloh yurgan u joyda. Bir-birini kalaka qilgan, bir-birini mazax qilgan, haqoratlar ham o'sha yerda. Bu yoqda qanday holat bo'lsa, u yoqda ham xuddi shunday davom etilyapti. Yo, inson u joylarni ko'rgandan so'ng boshqa insonga aylanishi kerak. O'zini o'nglanish kerak. Alloh menga shu ulug' joylarni nasib qildi. Ota bobolarimiz ko'rmasdan o'tib ketdi. Alloh menga nasib qildi. Ota bobolarimiz nasib qilmagan joyga bizga Alloh nasib qildi. Uni qadriga yetishimiz kerak. Imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. U joylarda duolarni qilib olishimiz kerak. Ibodatlarni qilib olishimiz kerak. U joyda o'qilgan 2 rakat namozimizga Alloh boshqa joyda o'qigan namozimizni 100 rakatidan, 1000 rakatidan, 10 000 rakatidan, 100 000 rakatidan ko'proq savobni beradi. U narsalarning qadrini bilishimiz kerak azizlar. Boryapmiz ko'r-ko'rona. Nima qilishni bilmaydi. Borayotgan joyimizni oldin tarixini o'rganaylik. Uhud tog'iga boryaptilar. Uhudda nima bo'lgan o'zi? Bu faqat tepalik-ku bu deydi. Uhudda katta voqealar bo'lgan. Uhudda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kamonchilarga buyurgandilar. Bu tog'ni tark etmaysizlar. Qo'shinni orqasini himoya qilib turasizlar deganlar. Lekin Rasulullohni buyruqlariga itoat qilmagandan so'ng musulmonlar Uhud jangida mag'lubiyatga uchragandilar. O'sha Uhud tog'ida Rasululloh panoh topdilar. Rasulullohning muborak yuzlariga dubulg'alari kirib, yuzlariga jarohat yetkazdi.